onaginim senday yaqin do'st. Assalomu alaykum. Feruza Bekor guruhining a'zolari. Xizmatimiz Yakkabog' tumani Oxunboboyev mahallasida onajonimizni tabriklash uchun keldik. Navbahor onamizning 54 yoshlarini biz farzandlari va musofir yurtlarda yurgan o'g'illari, kelinlari tomonidan tabrikladik. Bosh egaman sof yuragingni, qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Onaginam kel poyingga men tiz cho'kay, meni boqqan qo'llaringdan kel bir o'pay. Bag'ringga bosh qo'ysam g'amlar chekinadi, yuragimdan g'am alamlar to'kiladi. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringdan gul bo'lardim. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim kim bo'lsam ham bu dunyoda, mehribonim sening uchun qul bo'lardim. Onagina senday yaqin do'st yo'q ekan, mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Onajonim tilagim bor alohida, asrasin yo